Assalomu alaykum, aziz muxlislar. Mana G'ordagi omonat romanining bosh qahramoni Qilichbek Oksford universitetida o'qigan, dunyo xalqlarining madaniyatini, ma'rifatini, urf-odatlarini, shunga o'xshagan bir qiziq voqealarni va 3-4 tilni biladi. Otasi shuni yoshligidan shu narsani yo'naltirib, butun mehnatini sarflab, o'g'lini bir keng tafakkurli, bir dunyoqarashi keng qilib, yetuk kasb egasi qilib yetishtirmoqchi edi. Lekin afsuski, vataniga qaytgandan keyin u na o'zbekchilikdan, na o'zbek milliy urf-odatlaridan, hattoki bir oila tutumini, oilaning bir munosabatlarini ham tushunmaydi, hatto qabul qilmaydi. Uyda kelgandan keyin ham shu Yevropada o'rgangan madaniyatga asoslangan holatda oilada bir kun kechira boshlagandan keyin otasi juda katta xato qilganini bilib qoladi va ustozlardan, ma'rifat ahllaridan, shu keksalardan maslahat olib, bir hayotga yo'naltirish uchun, jonli hayotga yo'naltirish uchun bir o'gitlar berib, farzandini shu hayotga aralashtirib yuboradi. Ish jarayonida, tarbiya jarayonida bir mas'uliyat, bir vazifalantirib, xullas bir 2 yil, 3 yil atrofida o'g'li shu u hamma narsani tushunadigan bir ongli yigit bo'lganligi uchun millatning urf-odatlarining tag zamini asl qayerda ekanligigacha o'rgana boshlab turib, millatning, o'zimizning o'zbekchilikning, o'zbek qadriyatlarining holatlariga shunday mehr bilan yondoshadiki, hattoki yonida yurgan sinfdosh o'rtoqlari qishloqda bir umr yashab, shu o'zbekchilikning nima ekanligini o'zi Qilichbekning yarmicha, hattoki 1/10 tushunmaydigan holatga bo'lib qolganligini o'zi romanda tasvirlanadi va bola har bir ko'rayotgan narsaning mohiyati nima degan munosabat bilan kirishib, bugun sinfdoshlari uni sumalak pishirish jarayoniga taklif etganda, sumalakning ham holatlaridan, tarixidan, qanday kelib chiqqani, qanday pishiriladi, nima taom, hammasini so'rab surishtirib bilgandan keyin va nihoyat qozon boshiga kelib o'tirgan joyidan bir parcha o'qib beraman. Mana shunday holatda bizim qahramonimiz tarbiyalanib voyaga yetib kelyapti. Dosh qozonda sumalak el oshi, yash-yalang o'choq boshida kapkirlarni qo'lga oladi, tilak bilan aylantiradi. Tilaklar qozon tubida aylanadi. Shig'ir-shig'ir tilaklar jahri aytilmaydi. Ko'ngil siri qizg'aniladi. Ajib lahzalar, suluv qizlar ko'zga yaqin, alp yigitlar ko'z tegmasin. Bahor sabosi, dillar navosi, mayxonachi may qo'ygil, oshiq dillar xirom etsin, ustma-ust quy, qoniqsin dil, ishq mayi mast etmaydi, olar aqlni o'g'irlab, toshqozon biqillab qaynaydi, kapkirlar gir-gir aylanaveradi, tilaklar dilroz bilan aylanadi, pichir-pichir pinhon tilaklar, tutun aralash bug' shamollanadi, muattar is dimoqni qitiqlaydi, dudlangan bug'dan ko'zlar yoshlanadi, sho'x-shodon qizg'in davra, o'g'rincha nigohlar hurkak, olov yolqini sapchiydi, aylantiruvchilar bir-biriga jipslashadi, keksalar balandlab gapiradi, jadal aylantir deyishadi, olov kuchaydi, g'olani tort, ildam aylantir deyishadi, yoshlar ildamlashadi, olov susayadi, yoshlar tarqoq o'tirishadi, dudlangan qaroqlarda yosh jilvalanadi, qovoqlar shishgan titroq qaroqlar, nigohlar jodilu, o'g'rincha nazar, sumalak baqirlaydi bilq-bilq, kapkirlar doira yasayveradi, gir-gir, shig'ir tosh aylanadi, yuraklar dukur, sassiz pichirlaydi lablar, tilaklar,
joduli ko'zlar, shishgan qaboqlar, titroq qaroqlar, qayrilma qoshlar, olma yonoqlar, pista dahanlar, nozik barmoqlar, lablari g'uncha. Odammisan sen yoki hur malak? Malikamisan, mastonamisan, yurakda jo'sh urgan afsonamisan? Yigit aqlini go'zal rom etgan shu on kapkirlar taraqlab ketgan, olov kuchaygan, tutun suygan yigit hushlandi, ko'zlar yoshlandi, kapkir dastasi mahkam ushlandi. Yigit xijolat, nigohlar tuban, yigit ko'ksida chirpinar yurak, ko'kka sapchiydi bidov tulpordek. Yigit bezovta, holi maloldir, qozonda qaynar oshi haloldir. Yigit suratin hayoli chizib, ishqiy asarin qalbiga bitib o'tirgan malak, holi zabundir. Ishq maydan mast, savdoyi ko'ngil, tilak tilashga aylanmaydi dil, tanglayga tegib qotib qolibdi. Nechun til endi so'zlashi kerak? Musavvir ko'ngil bitirgan ishni, ishq olovi alanga olgan yigit bemoru, qiz beorom, halovatim yo'q ey pari paykar. Nishtar kipriklar jonimga jallod, ko'yingda kuyib kul bo'lgan ko'nglim, payonda zaylay taftish qilmagil toqatlarimni. Tugadi sabrim bo'g'zimda jonim, kel mohitabon ey oromijon, bag'rimga bosay dil so'zlarini ayladi bayon. Xumori holi bo'ldi namoyon, sirlar fosh bo'lgan, oshda tosh qolgan, o'yin buzilib kapkirsiz tolgan. Nozlanib pari, rozlanib yori, oshiq jonini o'rtaydi malak. Qoshlari kamon, nishtar kipriklar joniga jallod, liboslar harir, vujud simobdek toshqinlanadi. Nigohda yolqin jilvasin ko'ring, ko'ngil hamoyil, dillari moyil, hammasi xayol, kelmasin malol. Qilichbek bunchalar joziba, quvnoq saylni xayoliga keltirmagan edi. Sumalakka har kimning beminnat xizmat qilishini ko'rib hayroni lol, mehr berib, rohat tuyib, bedor bo'lib zavq tuydi. Eng rohatbaxsh ko'ngli yayragan kunlaridan biri bo'ldi. Elning shodlik ayyomidan bahra olganidan boshi osmonda.